بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Rahmetliga endi 3-cü bir mesele öteyli. Yani bu hem her bir Şarkı Türkistanlık ma'lum bo'lgan mesele. Xitoy azaldan her Ramazanda o'quvchilarimiz bo'lsin, idoralarlarda ishlayotganlar bo'lsin, bular ro'za tutqazmaydiganligi va shu Ramazon kunlarida ularni ta'til bo'lgan taqdirda ham yig'ib olib, ish o'rinlarida tomoqni hech qachon bermaydigan Xitoy shu vaqtda tomoqni akilib zo'rlab tomoq yeydiganligi. Cuma kunlari o'quvchilar maktabga, o'qituvchi o'quvchilarning hammasini maktab idora organlariga yig'ib olganligi juma kuni. Bu ishlar hammaga ayon bo'lgan masala. Eng oxirgi shu yillarda bu texnik hujjatlik holatda cheklanganligi to'g'risida xabarlar sirtqi dunyoga chiqib, sirtqi axborotlardan masalan Turkiyada bunday qo'lg'ul qo'zg'ab bu narsa chiqqan ekan. Yana Xitoy shu o'zininki nomussizligi bilan yana burunqida shu depi usul o'ynab, masalan atalmish Shinjon hukumat so'zchisi Xu Xanmin bu ro'zani tutqazmaganligi haqidagi xabarlarga raddiya berib, yana biz tomoq yeyishga zo'rlamadik biz. Uni bu hargizmi zo'rlab bunday ish qilmadik. Faqat biz nima ish qildik deganda biz vaqti-vaqtida tomoq yeyishni tashviq qildik biz faqat. Salomatligining yaxshi bo'lishi uchun, yaxshi ishlab o'qishini davomlashtirish uchun biz buni qildik deb bu bayonotni berdi Xitoy hukumat so'zchisi Xu Xanmin degan. Demak, shu shaklda yana Abay nima o'qib o'tdi qanaqa silma so'zlab o'tib biroz qistirib yana shu Shinjon atalmish Shinjon ijtimoiy bilimlar akademiyasidagi o'qituvchi Turg'unjon Tursun degan bu ham Urumchi turpanlarda rohat qiladi diniy faoliyatlarini, ammo bu cheklimlar faqat shu Qashqar, Xotandak bu atalmish terrorlik faoliyatlar bo'layotgan bu janubiy rayonlarda yo'lga qo'yilyapti deb bu shaklda bayonotni berdi. Demak, bu shaklda bu sirtqi dunyoda axborotlarda qattiq g'ulg'ul qo'zg'agan ekan Xitoy bu bayonotni berdi. Bu nimaga biroz tushuncha bergan bo'lsa. Xitoy buning ne kadar nomussizligi, ne kadar pastkashligi, ne kadar rezilligi, ne kadar axloq tashadagi bir maxluq ekanligini ko'kitib beradi. Bizning 3 vaqt tomoq yeyishni tashviq qildik. Tomoqni vaqti qaraydi, yeyishni tashviq qildik. Sen tomoq yeyishni sevgatdingmi bizga? Xitoy. Sen tomoq yeyishni kim o'rgatdi? Ajoyib past Xitoy endi bu. Bu go'yning har bir gapini o'ziga kunlik nechin tukurib, ay o'zigam dessigim cho tarat qilg'imdan keldi bugun. Abba desek ilmiy söz qilmadi. Vay ilmiy sözni sen bir qilava qildigan go'ylar. Bununla bo'lgan nafrat, bununla bo'lgan g'azab, bununla bo'lgan o'chmanlik ajoyib eshib ketadi. Bugün her şu an köpekler anlamayım ben. Anlasam nereden kayda bazıları nereden çaraslap kettasır. Hey! Bizning salomatligimiz uchun sen kuyindigan qo'yma. Bizning salomatligimiz sen kelmasdan ilgari sen Sharqiy Turkiston kelmasdan ilgari yaxshi edi. Sen Sharqiy Turkiston tajovuz qilgandan keyin
Bizning mayli jismoniy salomatligimizmi? Yo'q, ruhiy salomatligimizmi? Yo'q, faqat aram ba'midanda kasalni sayilib keldi. Endi bizning tamoq yeyishimizga tashviq qilib bermagan. Biz kasal olsak o'zimizga bo'ldi. Xo'sh, o'lsang oldida kasalmiz. Ha. Biz o'zimizga ait. Sen bizga bir kuyunmagan, senin kuyunishingga to'ydik biz, ho deb ketdik endi. Seni kuyunishing emas, beşimizni siylab qo'ysang o'sha beşimizga urgandek, tayoq bilan urgandeklam to'yilgan bo'lib qoldi. Ko'zimiz seni faqat ko'rimiz rohat qilamiz endi seni. Bu Sharqiy Turkistonda sen bir yo'qolg'in. Bu Sharqiy Turkiston Xudoyim seni bizga afat, balo qilib beribdi. Alloh taolo bir ko'tarib o'tgay bu balodimizni. Alloh Parvardigor. Bu ro'zini biz musulmon, sen tibbiy jihatdan buni nima qilib baq, tekshirib baq, tadqiq qilib baq, tahlil qilib baq. Bu Ramazon insonlikning cho'ng davosi, shifasi bu. Bu şonsin savası Xitay deymiz şu an. Bu ro'zining alayligi nima? Nima uchun edigandan sahardan başlab akşam kadar tamoq yemasa ziyni varmı, foydasi varmı? Senin qaşıngga ro'za tutib kasal bo'lib qoldi, men yiqilib qoldim deb kim keldi senin qaşıngga? O necis Xitay. Kim senin qaşıngga doktorxonaga kelibdi? Sen doktorxona aktor baksa, doktorxona çalıştırırlar. Ramazan'da kesel cık kilovatamda, Ramazan tutmağa vaxtla cık kilovatamda. Bunu tekşir bakmam sen. Bu akılsız Xitayım. Özünün senden akıl nerede bulup kaldın o? Aş hakimiyet tutkallık, hakimiyet sana kep kağallık için akıllık olup kalırsın. Sen dünyadaki en akılsız paskına, nicis bir mahluksun. Şimdi ben insan bir aklı var mahluk desemin çoğu şunda diye edeyim nefretim keşfedi benim. Bu noktada ben bunu kerip senin aklına araştırıp şöndürdüğüm olsam doktorxana kapır bir monça senin sarağına aşıp senin aklına işlemeydiğini nurgun cihatı ispatlap veriniz biz. Tibbi cihatı. Sen bu cihatı değil mi? Sen junda da özlerini jüvat kallıkın sonunda çıkıp gitip alsan, ben itip koyup junduk kılıp biz onu jüvat kallıkının üzü senin aklının işlemeydiğinin birinci adli bir hücceti bu. Deli. Sen akıl işlesen Şarkı Türkistan'a kilip durup Şarkı Türkistan'ın tilini, yazgını, örpü, mahallinin ismini, şehir ismini bilmeyi durup ben müşahitlik değilsin ha bak. Ha bunda nurgunda değil. Nurgun çok bizim o paketlerimiz var. Bu paket kunaylığa bakma sen. Kolumuzda tayak bombağa lokuşumuz diye hepimiz konuma baksa. Bu mesela hakkı onusun. Hakikat bu. Köptün köp rahmet etimiz. Yani hakikaten nayet yaxşı fikirlerini böyle. Hem de abayımı söyleyip ötkendek Allah subhanahu ta'ala inşallah bu qancha zulüm küçeygen siri Xitay elbette bulup müvaddidimizdeki dini cihetin küçük boğan Qashqar, Xotandek bu yerlerini dini cihetin acillaştırmamız deb bu nayet insanın külgüsü kıldıran zulümlerini uç Qashqar qavatıda elbette her qanday yerda bir zulüm küçeyse onunla karşı çıkışlar elbette texinbek küçüydü. Allah subhanahu ta'ala bu qonun tizimining qonuniyati bu. Kecha qancha qarong'u bo'lgan siri yulduzlar ham shuncha ro'shan ko'ringanga o'xshash. Xitoylar inşallah maqsadiga hargiz yetamaydi. Buningga biz iymonimiz kamil. Xalqimizni ham bu musibatlarga sabr qilgan holatda texinbek diniga chin esilishini umid qilamiz. Şunun bilan hurmatli televizor ko'ruvchilar bugungi ochiq suhbat programmamiz bu yerda oxirlashdi. Kelar qatimqi yangi san programmamizni ko'rishgacha omon bo'lg'aysizlar. Assalomu alaykum. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى
ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل، لا شيء سواه يهذبنا. هذا القرآن هو الهادي